Men Abdullayev Azbek Sayxonot tumanidan keldim. Hop. Azbek. Qanday bor? Abdullayev. Nusxa maktabida o'qiganmisan? Necha yil o'qiganmiz? Nusxa maktabida? 5 yil o'qigansan. Qanday qo'shiqlarda aytgansan? Farzokir qo'shiqlari va Botir Zokirov qo'shiqlari. Qaysi qo'shiqlar masalan? Ko'pda. Farzokir masalan yalda O'zbekiston bayrog'i. Keyin Botir Zokirovni Mazlum tog'i, anaqa. Keyin Ra'no. Yaxshi. Men hozir Suluxingda yana malangi tushiradi qancha ham. Çalışın mümkün bana kadar. İşte bitti çalışın mümkün bana. Ben işlerini ettireceğim. Bugün. O hani işleyeceğim. İşte. İşte mi? İşte.
Ana akkordlarni azbek anglayotganda o'zi bitta aniq mana bitta mana hozir bunday chalsam sen aniq bitta deysan buni bilasan. Shunga agar qo'shsa уже mana ikki xil ovoz eshitiladi, ikkitalik aniq. Lekin uchta bo'lgandan keyin уже hamohang haligi nima deydi? Akkord deydi. Akkord degan narsa yuzaga keladi mana. Bu ko'pmi mana? Bu uchta aniq bo'ladi. Hozir ikkita bilan uchtani aralashtirib olyapsan-da. Tushunaysan? Mana bu ikkita. Mana bu uchun qo'shildi uchta bo'ldi. Shuni farqlashtirib bilib olgan. To'rtta endi undan ham mana atela mana qilib beraman. Atel chalib beraman mana senga nechtaligini. To'rtta bu. Tushunarlimi? Uchun akkordlarni anglayotganda diqqat bilan eshitib tursa o'zi bilinadi. Yakkadan ikkitaga ko'paydi, ikkitaga ikkita. Uchtaga ko'paydi, uchtaga uchta, to'rttaga bo'lsa undan ham haligi yo'g'on akkord eshitiladi. Shundan so'ng farqini ko'rib oladi. Farqni olishni bilib olmoqchiman. Xo'p. Qani musiqiy lug'atlardan endi aniqlab beramiz. Nazariya, boshqa nazariyasi o'tganmi? Nota cho'zimlarini qani bir farqini aytib beraman, nota cho'zimlarini. Bilmadim menga. Nota cho'zimlar. Nota cho'zimlar. Butun nota. Hop. Yarim, chorak, nimchorak nota. Keyin uni 8 keyin uni 10. Yaxshi. Xo'p. Dinamический belgilarni o'tganmi? Dinamik belgilar deydi, ha? Forte, piano, crescendo, diminuendo. 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 Ha. Crescendo nima basam bajaradi? Crescendo. Diminuendo nima basam bajaradi? Crescendo diminuendo deydi-ga. Crescendo nima basam bajaradi? Crescendo uni qiladi. Musiqani sekin ko'taradi. Diminuendo pastga tushadi. Yaxshi. Kimda o'qigansan yo'lda? O'qirmanga Xolnazarov? Yaxshi. Bo'ladi.